Sizni qaysi avtomobilimiz qiziqtirmoqda? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Menga Jetour X70 modeli yoqdi. Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Hozir men sizga menejerimizni chaqiraman, u kishi sizga to'liq ma'lumotni beradilar. Mana bugun biz Jetour X70 modeli haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu birinchi pozitsiya X70 FL modelimizni o'zini tan narxi 299 million, skitkada turibdi 286 million. Ish haqqi bor odamga ham 20% bilan chiqarib beramiz. 20%. Agar ish haqqi bo'lmasa, bitta pasport evaziga 25% to'lov bilan chiqarib beramiz. Pensiyada bo'lgan odam bo'lsa ham 30% to'lov bilan chiqarib beramiz. Mashinamizda nimalari ham bor, rasrochkasi ham bor. 50% to'lab, 50% to'lab 1 yilga rasrochkasi bor, 1 yilga. 1 yilga rasrochkasi bor. Agar 60% to'lov qilsa 1,5 yilga chiqarib beramiz rasrochkaga. Keyin yana bizda avtokredit ham bor. 6% dan 2% gacha. Mana ana shunday nimada ham chiqarib beramiz. 6% dan 2% gacha yillik stavkasi ana shunday holatda chiqarib beramiz. Mashinalarimiz 3 xil pozitsiyada. Bu birinchi pozitsiya, yana bor bu yerda ikkinchi pozitsiya. Bu mashinamizni tan narxi 312 million, skitkada turibdi 293 million 800. Bu mashinada 18 million 200 skitka bor. Bu bilan buni farqi arqa bagajimiz knopkada ochilib, knopkada yopiladi. Knopkada yopiladi. Keyin disk rejimi ham bor ana. Disk rejim panorama lukida ham bor. Lukida ham disk rejim bor. Oynalarda ham bor. Daja arqa bagajida ham bor. Knopkada ochilib, knopkada yopiladi. Keyin yana bir farqi bor buni. Yana bir farqi. Men bu oldi farasidan ham bilsa bo'ladi. Bir bilan ikkinchini farqini, uniki birinchi pozitsiya yumaloq bo'ladi. Bu to'rtburchagina. Hammasi LED farada bo'ladi. Keyin men bu kapotida bor. Kapot silindrda ochiladi. Motor 1.5 turbina motor, 156 ot kuchi. Men bu yaqinda yetib kelgan 3-pozitsiyamiz bo'ladi. Buni farqi sidena, abagrev sidena bor, abagrev rul bor, даже задний рядda ham abagrev sidenalar bor. Abagrev sidena. Keyin bespроводной zaryadniki bor. Bezapasning podushkasi aerobaki 6 dona bo'ladi ana. Bir dona bu yerda, keyin bu yerda ham bor. Ana bu yon qismlarda ham bor ana. 6 dona bezapasning podushka ham qo'shilgan bunga. O'shaning hisobiga buni narxi 318 million 500, skitkada turibdi hozir 299 million. Kimda kim xarid qilmoqchi bo'lsa, avtokredit nimasiga 299 millionga. Ha. Men bu ruli ham boshqacha dizaynda kelgan, rul ham qiziydi, ruli qiziydi. Aka, menga yaxshi mashina yo'qdi. Mana bugun yana bir baxtli mijozimiz mashina xarid qildilar. O'zlarini xursand qilib, schyot spravkalarigacha ishlarini bir kunda bitirib berdik. Mana bu hurmatli mijoz mashinani kaliti.